Bu dorilar qishda xona gullari uchun juda ham foydali, lekin me'yor oshib ketsa xavfli. Epin Extra 8 ta tomchidan oshmasin, Rebaf Extra 3 ta tomchidan oshmasin, HB101 2 ta tomchidan oshmasin. Bu dorilar o'simlik immunitetini ko'taradi va har xil stresslarni oldini oladi. Asosan qishda shu dorilardan birini xona gullaringizga albatta berib turinglar. 20 kun 30 kunda bir marta bersanglar yetadi. Qaysi biri sizlarda bo'lsa, qaysi birini topish oson bo'lsa, shuni ishlatinglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Shaxsan menga Epin Extra va HB101 ko'proq yoqadi. Do'stlar, yana bir marta qaytaraman, bu dorilardan bittasini har 20 kun 30 kunda bir marta ishlatsanglar yetadi. Hammasini birin-ketin ishlatish kerak emas. Yoki misol uchun bugun Epin Extra ishlatsanglar 20 kundan keyin yoki 30 kundan keyin HB101 ishlatsanglar bo'ladi. Hozir endi tayyorlash va ishlatishni tushuntirib beraman. Epin Extra 1 litr suvga 8 ta tomchi solasizlar va o'simliklarni faqat bargiga sepasizlar. Tuproq orqali berilmaydi. Sirkon 1 litr suvga 4 ta tomchi solasizlar va o'simliklarni ham barg, ham ildiz orqali bersanglar bo'ladi. Rebaf Extra 1 litr suvga 3 ta tomchi solasizlar va buni ham barg, ham ildiz orqali bersanglar bo'ladi. HB101 1 litr suvga 2 ta tomchi yoki 1 ta tomchi solasizlar. Buni ham xuddi shunaqa ham barg, ham ildiz orqali bersanglar bo'ladi. Yentarna kislotani 1 litr suvga 0,5 gram solasizlar va o'simliklarga ham barg, ham ildiz orqali bersanglar bo'ladi. Yintarin suyuq yentarna kislotani 1 litr suvga 3 mg solasizlar, mana shprits yordamida o'lchasanglar oson bo'ladi va buni ham o'simliklarga ham barg, ham ildiz orqali bersanglar bo'ladi. Do'stlar, mana shu ma'lumotlarni video opisaniyasida va kommentariy joyida yana bir marta yozib qoldiraman. Kim tushunmagan bo'lsa albatta o'qib chiqinglar. Va bu dorilarning o'rtacha narxini ham yozib qoldiraman.